Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ko'rib turganlaringizdek bunda rost, bunda bodring, cho'pperdan bir maydalab 70% rost, 70% rostni 30% bodring bilan qorib, asta-astan mayda o't-potlara, shunday po'chak, xoruz po'chak, qovun po'chak, bu narsalarni maydalab cho'pperdan bir o'tirib, yana bir oylik induqlarimizni moslashtirib odamlarga targ'atib turibmiz. Imkon qadar shuni asta-asta ichini ortib qo'ymasdan azroqdan maydalab bersangizlar bo'ladi. Hozir yem berishlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rganlaringizdek 70% rost tarkibida 30% lik bodringni maydalangani bor. Cho'pperda maydalab olasizlar. Hozirna induqlarni yeyishini ko'rasizlar buni. Mana ko'rib turganlaringizdek induqlarimiz shu boshqarib bo'lmay qoladi buni. Yemni kelib qo'ygandan yopishadilar. Shunday holatda qo'yib bersangizlar ham a'lo, yaxshi ishtega bilan oladi buni. Ko'rib boraverasizlar. Balandroq idish bo'lmasa joylashtirish qiyin bo'ladi lekin. Kim shunday induqlar kerak bo'lsa, bir oylik aloqa chiqaverasizlar. Uyga sotuvda boqilib turibdi. Moslashtirib olg'aylar. O'zlarimizni yemlari, o'zlarimizni bekor, po'chak-so'chaklarni qorib beraverasizlar shunday qilib.